Keyingi infotsiganlarda sizni aldash uchun bo'lgan quroli bu karma. Karma hinduizmdagi, krishnaizmdagi va shunga o'xshash har xil dinlar bor, sektalar bor. Mana shu dinlarda ichidagi bitta tushuncha. Ya'ni odam yashayotgan hayotida yomon ishlar qilgan bo'lsa, gunohlarni ko'p qilgan bo'lsa, boshqa odamlarga jabr bergan bo'lsa, yana shunga o'xshagan har xil negativniy ishlar qilib yurgan bo'lsa, keyingi hayotida mana shu dunyoga boshqa tanada tug'ilganida qiyin hayotda yashab yuradi degan tushuncha bu. Bu odatda aytganimdek buddizmdagi, hinduizmdagi, sikhizm degan dinlar bor xullas. Mollarga sig'inadiganlar bor. Keyin kalamushlarni muqaddas deb hisoblaydiganlar bor. Mana shu dindagi tushuncha bu karma. Endi buni sizga mana shu molni, kalamushlarni, keyin har xil yana hayvonlarni xudo deb hisoblab yurgan odamlarni tushunchasini sizga qand qog'ozga o'rab, ba'zi bir holatlarda qaytar dunyoda, ba'zi bir holatlarda qaytar dunyoga o'xshagan vaziyatni sizni aldashga harakat qilib, mana shu axlatlarni qand qog'ozga o'rab sizga beryapti.